Assalomu alaykum. Turli toprik aziz qarindoshlar. Men Madil yarim sabayniki o Xalmarat Xelil degan apandimga yozmishni o'qib chiqdim. Qilgan. Shundaqchi bulayliqi men beshida shu soliqlarni nihoyat yaxshi qo'llagan. Qo'llaganligim, qattiq qo'llaganligim tufaylidan ba'zi bir qilgan xatoliklarga ko'z yumib kelgandim. Chunki ayni vaqtda podaqni bek eg'ir ko'tarib etdik emasmi? Qo'llam kamdan maqollarni, shu so'zlagan narsalarini men to'liq anglab chiqdim. Ayt yaxshi so'zlaydi. Ammo bu shu oxirgi vaqtlar kelgan chaqda Lutfulla Mutalib, Abdurim O'tkir, shu Zo'rdun Sabirlar esilgandan keyin men nazarimdan tushdi bu odam bor. Yaxshi odam emasga, ichi qo'ti odamga, ichi hasad to'lib ketgan odamga birisi birnim qilsa, menla bo'lsam xalq meni voy desa deydi ekan. Lekin bu odamga nurg'un odamlar savol qo'ydi. Onun to'g'riliq masalan Almutoda chepilib ketganlar to'g'riliq Uyg'urcha kitob yozibmiz. Men G'ulom kamga deyman, siz inglizcha kitob yozing. 100% javob bermay, 100% javob bermay, oldingizga odam keladi. Bu ishni surishtirgini. Har qanday bir narsaninki Twitterda yoki shu bo'lgan narsaninki inglizchada matbuotda yoki xabarga yoki jurnalist bilan gaplashing, oshi 20 yildan oldidagini qo'laydigan inglizlar chiqadi. Shuninkini bir şu kitabınızı İngilizce tercüme kılın, sizden mi sorulduğun soğanlar var. Muşu adamınki, şu Zordun Sabır dadımız, Abdurrim O'tkir efendim, başka qarindoshlarga şu mağdur ketgenden yazgan bizden edebiyat kitapta battı, to'liq o'tirdik. Zunun Qadir, muşlar tekken çağda ben hayran qaldım. Tova, senli noçuma, senli kitap yazamsa, sen yazgan bolsan teşiğe çıkıp yazdın. Sen yazgan bolsan teşiğe çıkıp yazdın, içinde yazmadın, içinde qilmading. Birdan bo'lsa, ballar yetish kerakmidi, ballar unda bo'lsa turmada yetish kerakmidi deb emas. Yo'q. Yetish kerakmidi emas, senga o'xshash mustaqillik, bizga o'xshash mustaqil demagan hech qanday ishqarlashmagandan keyin yetyapti. Seninki chiqib chapiningni ko'tarsa, chapining sag'an, sening chapiningni sang chapan kiyib ko'tarib, chapan kiyamsa, chapinni salimiz. O'ttir millatning oldiga uch qashqari chiqimiz. Hatta sürgün hükümetinin içindeki bu yılığa ilevatkan 300 bin dolarınınki pulunun mu hatta ama İçki İşler Ministri'nin tat nurgun katipleri için bilmeydik ya bu işini. Memtimin hala bilmem de okumayım ama etrafındakileri bilmeydik ya. Bana ispatını çıkıra deyip bir yakıstı. Şundan çıktı yakıtım demeydi o. İşlemeydik ya adı balı ilişkisi. Amerika'da hiç kadar iş yoktu yok ya. Vatanda 30 milyon dolar vatanga kirip Kore'ye kiremeyiz. Onda qilamiz, manda qilamiz degan bolalar to'g'rilib ketdi. Bunun bayi tuqqanlari prezident mizirlar bilan o'ynab yuriydi. Xitoy ashunda ulug'mi ya? Balangni seninki bir Xi Jinpingni mustaqillik davası qilsin deb chiqib, nimanda sarayag'an sarangda o'ylab millatni ko'ldirsa, qaysang, nima paypaq qilsa, istixbarat nuqtasidan anda istixbarat nuqtasidan dal o'zang chiqib kelyapsa, bir turqum qo'ylarning orasiga bir tal aqlli odamni sepib qo'yib, ayada pistin taqitib, tuproqning, chigirning inida tang, haq Sayfullah'mış, senmiş yok, olam senmiş yok. Çigirnin inideten. Çigirnin iniden Amerika'ya, Kanada'ya itilip geldin. Davanı yok buldu. Bir Türkümlerin aşağıdamış, Hidayetullah deyse, İbrahim Damullah deyse, bir Türkümlerin birbirisini itişip, birbirisini parçalanıp, Garip'nin köğüldür sundurup ettin. Mıltıktan hakimiyet çıktı deydiğin gap var. O Mavuslu'nun gibi. To'g'ri u. Miltiqdan haqiqatan hokimiyat chiqdi, quroldan chiqdi. Naq qurolliq tashkillanishimizdan Xitoy ansirab ashak bir turkum sandak bir tal aqlliqlarni chiqarib, yozma yozg'izib, fitna qilib, ashak bir-birini to'g'ri qizib, otqizib, keyindan Kanadaga, Amerikaga ketishdan. Nima siqinmay taqdiga adam kirib balangga chiqdi.